İnsanların atrofida ko'p xil xatarlik viruslar mavjud. Buning ichida Ebola virusi eng qo'rqinchli. Uning o'lish nisbati 90% yetadi. SARS virusi garchi tarqalish sur'ati bir qadar tez bo'lsa-mu, lekin o'lish nisbati ancha yuqori emas. Bu har xil shakldagi viruslarning hammasi yaqin 50 yil ichida bizning turmushimizda paydo bo'lishga boshladi. Bularning ilib yurgisi o'xshashla şəpərəng. Şəpərəng tilga olganimizda u ko'pchilikka notunush bo'lmasligi mumkin, lekin uning turmush odati sababli biz odatda uni yaqin oraliqdan ko'zishimiz nihoyat tez. Bu ajoyib bir xil jonliq. Dunyodagi birdan-bir uchalaydigan sutamguch hayvon. Lekin oddiroq so'z deganda virusning tarqalishi haqiqatan şəpərəngning xatolik emas. Ko'p qism sabab bo'lsa, chunki biz uning makoniga buzg'unchilik qildik yoki maqsadli holda ularni avvar qildik. Malayziyada cho'chqa fermasi hatto şəpərəng makonlashgan o'rmonlik qurilgan. Bu oqibatda Nipah virusining tarqalishini keltirib chiqargan. Avstraliyada kishilarning ibtidoiy o'rmonga buzg'unchilik qilishi miyu şəpərənglarning qaytilgan uyi yo'q bo'lishini keltirib chiqargan. Oxirida xinira virusi kishilarni yuqumlantirgan. Amaliyotda şəpərəng ilib yurgan ajallik virusning soni haqiqatan boshqa ko'p sonli hayvonlardan eshib ketgan. Undaqda bu zodi qanday sababdan bo'lgan? Aslida şəpərəng to'plashib yashashganroq. Doim tar o'rinda to'plashib yig'ilib turg'achqa, bu virusning ularning badanida nihoyat keng tarqalishini keltirib chiqargan. Undaqda virus nima uchun şəpərəngga ajallik ziyon elib kelmaydi? Buni yana ularning umr ko'rishidan so'zlashga bo'ldi. Tabiat dunyosida cho'ng tipli hayvonlarning umri odatda kichik tipli hayvonlarnikidan uzun bo'ladi. Masalan, Afrika pilining umri 70 yilga yetadi. Odatda chashqan odatda faqat 1 yildan 3 yilgacha yashayoladi, lekin şəpərəng shuncha kichik turib, yana necha yil yashayoladi. Bu ko'plagan olimlarni gangirtib qo'ydi. Uzun mazgillik tadqiqot analizdan keyin ular şəpərəngning DNA'sidagi zaxmlanishni asliga keltirishganida boshqa sut emguvchi hayvonlarga qaraganda zo'r darajada o'xshamaslik borligini payqadi. Jonliqlarning tadrijiy taraqqiyot jarayonida şəpərəng oxiri uchishni tanladi. Shunga uning modda olinish nisbati bir qadar yuqori. Bunday bo'lganda ularning oksigenli sezimchilik saviyasi ham yuqori ko'tarildi. Uchish olib kelgan bu oqibatlarga taqobil turish uchun şəpərəng taraqqiyot jarayonida DNA'sining yuqori darajadagi zaxmini asliga keltirishga moslashdi. Bu alohidalik uni unumli holda virusni cheklashga qildi. Ham moslik holda şəpərəngning umrini uzartdi. Hammamiz bilamiz, agar insonlarning qizitmasi uzun vaqt 40 gradusda yetsa, balkim ichki a'zolarining zaiflashishi kelib chiqishi mumkin. Lekin şəpərəng uchish jarayonida badan temperaturasi nihoyat tezda 40 gradusga yetadi. Lekin ko'p qism viruslar yuqori temperaturga bardoshlik berolmaydi. Shu sababdan bu jarayonda virusning şəpərəng tenida davomli mavjud bo'lishi nihoyat tez. Uning ichidagi immuniy sistemasi va badandagi yuqori temperaturning ta'siri şəpərəng virus elib yurganda nihoyat oz kasal paydo bo'lishini yoki ta'sirga uchirmaslikni keltirib chiqargan. Yig'ib aytganda şəpərəngdə xatolik yo'q. Aksincha, u yana bizning yaxshi ustozimiz. İnsanlar şəpərəngning ovoz qaytarib o'rin belgilash iqtidorini taqlid qilib, radarni tadqiq qilib chiqdi. O'xshashli u yana ekologiya zanjiridagi kam bo'lsa bo'lmaydigan bir halqa. Ziyondosh hasharotlarni yo'qotishda intayin muhim rol o'ynaydi. Mana bugun insonlarning ekologiya sistemasiga buzg'unchilik qilishiga ergishib, nurg'un şəpərəng tur to'pi allaqachon nasl qurishga boshladi. Hozirdan tortib o'zimizdan boshlab har qanday yovvoyi hayvonlarni iste'mol qilishni rad qilishimiz, o'rtaq holda bizning bu yer sharidan iborat go'zal oilamizni quvvatishimiz kerak.